ajdodlarimizning siymosi hamisha el ardog'ida. Mana bugun ham she'riyat mulkining sultoni ona tilimiz ravnaqiga o'zining munosib hissasini qo'shgan Mir Alisher Navoiy bobomiz tavalludining 585 yilligini nishonlamoqdamiz. Hamon yodimdadir gul chog'i erdi. Ko'rishgan maskanim gul bog'i erdi. Sochilgan injudek barglarda shabnam, o'pib gul bargini el o'ynagandam. Shunday chiroyli tadbirni tashkil qilganlaringiz uchun ishtirokchilarga alohida rahmat aytmoqchiman. Shu bilan birga bugun